Qonda virusdan tozalash juda ko'p savollar. Shu bitta birorta voqeani gapirib bersangiz. Mana shu qonda virusdan qutqarish uchun bu judayam nozik kasal. Shuni davolash uchun oddiy narsa bilan davolasak bo'ladi. Joni ham qiynalmaydi, xarajati ham yo'q. Oddiy o'zimizning qurtda platadan olinadi. 20 dona yoki 25 donani bitta idishga yuvib solamiz. Soptirib ustiga 1 litr 200 gram suv quyamiz. Suvni quyib tepasini yuvib qo'yamiz. O'sha suv qaynashi bilan pastlatib qo'yamiz. 25 minut qaynaydi. Past holda. Miqillar 25 minutdan keyin yarim soat olib o'rab qo'yamiz. Va haligi pilla rohshi chiqadi. Bo'ldi. Mana haligini suzib olib turib, sovigandan keyin har kuni 100 gramdan 2 mahal ichadi. 100 gramdan 2 mahal ovqatdan yarim soat, ilojim topsa 1 soat ovqatga dahang issa bo'lmaydi. Ovqatga dahang ichadigan bo'lsa, ovqat bilan permishinni bo'lib aralashib ketib, dorimiz 50% ta'sir qiladi. Ovqatdan yarim soat, 1 soat burun ichsa 100% ta'sir qiladi. Shuning uchun ovqatdan dorini ichayotganda yarim soat, 1 soat burun ichiladi. Ana shu sovib qolsa isib ichiladi. Agar havoni harorati normada yo dorisi iliq o'tirib joyda bo'lsa, bemalolgina isitmay ichsa bo'ladi. Bo'lmasa doim xolodilnikda bo'lsa, olib ichib ichish kerak albatta. Endi shuni men mana qo'lim bilan qilib bergan narsalarimni sizga bittasini misol qilib keltiraman. Masalan, bir bola keladi, oldimga shunda qilib meni qonimda virusim bor, mana qog'ozim shu Farg'onadan berishdi dedi. Bo'pti dedim. Dorilarni qilib berdim. Uka dedim, ha deb tekshirtira olmaysiz-ku, 3 ta ichasiz dedim, 1 litrdan dedim. Keyin borib tekshirtirib keladi. Ha bo'pti dedi. Endi 200 gramdan bitta 1 litr nima 5 kunga yetadi-da. Ha, 15 kundalik dorini ichib bo'ldi. Endi borib Farg'onaga tekshirtirib keldim. 3 kurtlar tayyorlab berdim men. Ko'tma-ko't odoq olishiga. Tayyorlab berdim. U tekshiradigan nima o'ris xotin ekan. Ko'rib turib, analiz qilib turib bolani tepshirib ko'rib nima debdi deng, ne mavjud bitibdi. Ha, uni qarang. Haligi o'rib. Ha, bundaqa bo'lish mumkin emas. Nima qilding debdi. Haligiga. Desa, shunaqa bir choloqlar menga maslahat qilib, dorini qilib bergan, men piladigan, boshqa bilmayman men debdi. Ha, uni qarang. Piladigan nima bilaman shuni debdi. Qo'ying ko'rdingizmi? Ana o bolani qarang. Haligi ariq bola 2 oydan keyin semirib ketdi. Uni ko'ryapsizmi? Ama bundan keyin ham ushti bu bola. Ya aka menga qilib bermasa bo'lmaydi degan. Yana 6 marta o'sha bola anchani ichgan, semirib ketdi. Ana uni qarang. Ko'ryapsizmi? Sog'liqni qarang endi.